Hozir aytadigan taklifimizdan keyin uyinda ishsiz o'tirgan xotin-qizlarimiz ish yo'q degan gapni aytmasa kerak. Sababi Ustex Group Shovot tuman filiali 1 emas, 10 emas, 100 emas, 500 dona bo'sh ish o'rnini taklif etib turibdi. Endilikda mahsulotlarimiz Yevropaga ham eksportni boshladi. Ish hajmimiz kengaydi. 500 dan ziyod bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Ishsiz xotin-qizlarni jamoamizga taklif qilamiz. Masalan, tikuvchilik fabrikamizda faqatgina tikuvchilik emas, dozmonlash, upakovka yo'nalishlari ham mavjud. İşe gelsangiz upakovkani, dozmondan hamma ishni o'rgatamiz. Qiyin ish yo'q bu yerda. Oddiy narsani bilasiz. İşlemen degani ish topiladi. Ishlashni xohlamaganlar bosilgan. İşlemen degani ayollarni jamoamizga taklif etadi. Xullas, ishlayman desangiz kiyim-bosh ham beradilar, ovqatingizni ham, transportingizni ham yo'lga qo'yib beradilar. Faqat sizdan ishtiyoq, mas'uliyat va chaqqonlik talab etiladi. Yana to'liqroq ma'lumotni pastdagi telefon raqami orqali bilib olishingiz mumkin.